Assalomu alaykum YouTube ko'ruvchilar, Umar KG YouTube kanalining Alato kanalımızdan katıluvchilar jana ko'ruvchilari. Tuğanlar, sizler bu videoda ayvay yaxshi bir ma'lumotga ega bo'lasizlar deb o'ylaymiz. Buyursa sizler uchun cho'ng foydali bir ma'lumot bo'ladi. Kecha yaqinda bilasizlar, onday 7-8 mamlakatdan cho'ng ağaylar kelgan. Mana shu ağaylardan biri ayvay yaxshi bir ma'lumot bilan bölüştü. Anda mesela ma'lumotni oyog'ina chayin o'qingizlar. Gereken kasallik братцов. Aslida у нас в Востоке называется козырышак, красный кишечник, красный. Почему красный кишечник называется? Qon ichakka, oshqozonga qon quyiladi, kровоизлияние, вот геморрагия, intestinal геморрагия, вот. Çünkü ularning mikroblarini anaerob guruhga deyiladi, kislorodsiz joyda o'sadi. Ular kislorodni xohlamaydi. Kislorodsiz joy qanday bo'lishi mumkin? Kislorodsiz joy o'tning ildizi. To'proqqa ildizi, o'tning ildizi. Endi shu ildizdan u mikrob tushishi kerak organizmga. Lekin muz bilan tushishi kerak, sovuq bilan tushishi kerak. Ana shunda 2 gradusga past bo'lsa, oshqozon ichakdagi harorat u rivojlanib ketadi. Shuning uchun kech kuz, erta bahor birazcha xavfli. E'tibor qilishimiz kerak. Qaysi qo'ylar kasallanadi? Eng dadillari, eng zo'rlari, eng semizlari nima uchun? Ular so'rilib oldida yuradi, dadillari. Sizga chorvadarlar, siz shuni e'tibor qilishingiz kerak. Oldida yuradi, ular birinchi bo'lib o'sha ildizni, o'sha o'tni, o'sha to'proqni oladi. Qolgan brak ham atstalim, nechun atstalinsa. Shuning uchun ular kasallanmaydi. Bunga e'tibor berishimiz kerak. Suruvdan kam kasallanadi degan. Mana bir kunda masalan 400 ta mol bo'lsa, 7 ta, 8 ta bir avvaldan kasallandi. Birdan shalpayadi, ishtahasi chiqadi, temperatura ko'tariladi, hansiraydi birdan. Ertalab o'sha o'ladi. Yana bir 3-4 kundan keyin yana bir 7-8 ta chiqadi. Lekin birdan sel qilib ketmaydi. Xudoga shukr bu tomon. Sekin rivojlanadi, epizodiskiy deyiladi. Bunga e'tibor berishimiz kerak, lekin so'yilgan go'shtni to'liq iste'mol qilish mumkin. Shuni oldini olish bo'ladi. Qo'rqmasdan. Lekin oldini olish bilan zo'r ekan. Bu gapsiz bo'lib qolamiz. Bular 2 marta revaksinatsiya bo'ldi. Endi buning bitta egizagi bor. Hamrohi bor. Naparish. Bratzo intertoksimiya. Intertoksimiya u buyrak ketadi uni. Buyrak zaharda buyrak ketadi. Bu ham xuddi shunday. Lekin mikrob nomi boshqa, xususiyati bir. Shuning uchun bratzo intertoksimiya xavfli shish degan 3 ta kasallik bor. Uchrasining vaksinasi bor. Olib oling, bitta vaksina uchrasini. Revaksinatsiya qilinadi, bo'ldi. Lekin vaksina qildim, bo'ldi deb ishonmaslik kerak. O'shanga kasallikka shart-sharoit yaratmas kerak. Demak, nima qilishimiz kerak biz chorvadarlar? Kech kuz bo'ladi, qish bo'ladi, qirovli, qorli kunlar bo'ladi. Ertalab dasht bilan ustiga yopiq ayvonlarimizda oxirlar bor. Shu oxirga dag'al xashakni sochasiz. Ertalab qo'yni chiqarasiz, dag'al xashakka bir to'yadi, keyin chiqarasiz. Bez vaksinatsiya Brazotan net. Bir qasr chalib qo'yasiz. Otamizga rahmat. Kech chiqarasiz, lekin yedirasiz, yemishni yedirasiz, quruq xashakni yedirasiz. Quruq xashak bu yoqqa ketdi, keyin mingta Brazot kelsa, u rivojlanmaydi chiqadi. Bo'ldi. Shuning uchun rahmat sizga, doim sog' bo'ling. Bunda qanday muammolar bo'lsa, marhamat, bemalol suhbatlashishimiz mumkin. Doktor shu tabiiy mas'ulasi siz o'zingiz aytib qo'ydingiz, shuni aytmoqchi edim. Chunki har qanaqa hayvonni ayniqsa qish vaqtida yaylovga chiqarishdan oldin oziqani berish, shunda 80-90% yo'qoladi. Endi osongina aniqlash yo'li shu so'yilgan qo'yni shunday ko'tarasiz, o'pka, jigar, yuragi, oshqozon ichak shunday qaraysiz, qip-qizil. Qonga botirib olganda, shuncha qizil ichak deyiladi. Bularning mikrobi shunday toksinki, toksini kuchli bo'ladiki, qon tomirlar ichini yoradi. Shuncha qon chiqib ketadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar. Yerni ochganingizda mana qanday qon quyish bo'ladi go'shtda. O'sha ta'sirda sport o'yinlarida men infeksiyonist emasman. Men nezarazi, yuqumsiz kasallar bo'yicha, lekin 4 yil gilovraj savqozim, afsus xo'jalikda gilovraj qilganman. Shuning uchun qo'y bilan qoramolga, parrandaga ozmazgina gapira olaman.
Undan keyin ham o'zimning ilmiy ishlarimni ham ozgina rivojlantirganman. 600 betlik spravочник yozganman. Avtomjon turib, avtomjon bilan birgalikda 600 birinchi bo'limi terapiya, ikkinchi bo'limi parastologiya, uchinchi bo'limi ipizatologiya. 662 betlik biza savmesi chiqarganmiz. Shuning uchun ko'proq qidirishga, ko'proq izlanishga to'g'ri kelgan. Shuning uchun yoshlar turibdi yerda, mana men mutaxassisligim bu, mavzum bu deb o'tirmasdan, shuning atrofidagiga borish kerak. Shuning uchun nima uchun men hozir osongina javob berdim. Chunki men o'zimning sonimdan ozgina chiqib shug'ullanganim uchun. E'tiborlaringizni rahmat.